Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan Learning Chess. Bugun biz birinchi darsimizda sipohlar qanchalik kuchliligini o'rganamiz. Xo'sh. Birinchi sipoh o'zi nima? Sipoh bu shaxmatdagi toshlar, figuralar. Mana bu hamma piyodadan tortib shohgacha bu hamma sipoh deyiladi. Kelinglar uni misol uchun so'mlarda deb davolaylik, qimmatliligini. Bu piyoda. U boshida mana debyutlarda 1000 so'm turadi. Ot. Bu sipohimiz esa 3000 turadi. Fil. Bu sipohimiz ham 3000 turadi. Bu ikkalasi teng, lekin istisno bilan. Keyin pechka. Ya'ni ruh. Bu sipohimiz 5 so'm turadi. Keyingi sipohimiz Ferzan. Bu sipoh 9000 turadi. Va keyingi shoh. Shoh so'm turmaydi. U o'yin turadi. Shohingiz bo'lsa o'yin işte. Xo'sh. Istisnolar bilan bu albatta. Kelinglar hammasini olaylik-da. Xo'sh. Nega istisnolar bilan? Endspiel. Da piyoda ancha qimmat turadi. Misol uchun kelinglar. Sizda shoh, piyoda bor. Bunaqa endspiellar piyoda, ot, fildan ustun turadi. Nimaga deyishingiz mumkin? Chunki bitta ot va bitta shohingiz bo'lsa, bu umuman siz mot qila olmaysiz. Piyoda bilan qilsa bo'ladi. Bu piyodani sekin yurib borib, surib bu yerga chiqsangiz, Ferzan qilib olishingiz mumkin. Yana pechka ham qilib olishingiz mumkin. Qolishingiz mumkin. Va bugungi darsimiz tugadi.